Y harfi talaffuz jihatdan o'zbek tilidagi y tovushiga o'xshab ketadi va fathali, kasrali, zammali holatda o'qiganimizda y, yi, yu holatida talaffuz qilinadi. Shakliga to'xtaladigan bo'lsak, t va nun harflarini ustiga nuqta qo'yadigan bo'lsak, y harfida esa ana o'sha nuqtalar, ikkita nuqta ilmoqchani ostiga yoki so'z o'rtasida kelganda ikki taraflama ilmoqchani o'rtasiga, so'z oxirida kelganda esa satr chizig'idan pastga tushirib yoziladi va yani nuqtasini doim uni pastki tarafiga qo'yamiz va pastda ikkita nuqta kelish bu ya harfini ifodalaydi va ya harfini sifatlari bu harf ham istifoli, ya'ni ingichka o'qiladigan harflarimiz sirasiga kiradi va ya harfimizni ikkinchi sifati jahr, unda ham ya'ni mahrajida yada til o'rtasi tepa tanglayiga tegish orqali talaffuz qilinadi va ichkaridan kelgan havoni biz tilimizni tanglayiga tekkizish orqali to'samiz va harfimiz jahr, ya'ni havosiz harf hisoblanadi va ya harfida e'tiborli bo'lishimiz lozim bo'lgan joy uni sukunli holatda talaffuz qilish. Sukunli holatda ya harfimiz ro havo sifatiga ega, ya'ni ko'proq, ya'ni uzunroq ushlab turish hisoblanadi. Ay, i, uy shaklida talaffuz qilinadi.